Markaziy Osiyo mamlakatlari Xitoy bilan birlashib, Xitoy va Markaziy Osiyo Respublikasi nomli yangi davlat tuzsalar, bu ittifoqning ijobiy va salbiy tomonlari qanday bo'lishi mumkin? Ijobiy tomoni Markaziy Osiyo Xitoyning ilg'or texnologiyalari, kapitallar va logistik imkoniyatlariga kirish imkoniga ega bo'ladi. Umumiy bozor yaratish, savdo, sanoat, energetika va qishloq xo'jaligi rivojlanadi. Infratuzilma rivojlanadi, yangi avtomobil va temir yo'llar quriladi. Energetik yo'llar yaratiladi. Markaziy Osiyo gaz va neftga boy. Bu resurslarga Xitoyning kirish imkoniyati paydo bo'ladi. Xitoy esa o'z navbatida bu resurslar uchun kafolatlangan bozor va investitsiya imkoniyatlariga ega bo'ladi. Bu davlat global miqyosda AQSh, Hindiston va Rossiya bilan raqobat qila oladigan kuchli blokka aylanishi mumkin. Salbiy tomonlari: Xitoy iqtisodiy va demokratik gigant sifatida ushbu ittifoqda ustun kuchga aylanadi. Markaziy Osiyo davlatlari o'zlarining mustaqilligini va tashqi siyosatdagi erkinligini yo'qotish xavfiga duch keladi. Diniy, madaniy va tarixiy farqlar, ya'ni musulmon xalqlari Xitoyning ustunligini qabul qila olmasligi mumkin. Markaziy Osiyo Xitoyning xomashyo bazasiga aylanishi ehtimoli mavjud. Mahalliy sanoat va kichik biznes Xitoy kompaniyalari bilan raqobat qila olmaydi. Ichki ziddiyatlar, ayniqsa hokimiyat va resurslarni taqsimlash masalalarida yuzaga kelishi mumkin. Siz bu davlat paydo bo'lishini istaysizmi?